Hurmatli talabalar, bugungi mavzumiz uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalarni tibbiyot muassasalarida o'qitishning tarbiyaviy omillari. Rejamiz bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, uzoq muddatli davolanishda bolalar uchun ta'lim ahamiyati. Tibbiyot muassasalarida bolalarning rivojlanish omillari. Tibbiyot va ta'lim integratsiyasi bolalarning kelajagi. Uzoq muddatli davolanishda ta'limning roli. Uzoq muddatli davolanishda ta'lim bolalarning ruhiy va jismoniy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Ta'lim bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va ijtimoiy integratsiyani ta'minlaydi. Ta'lim jarayonida qiziqarli metodlar va strategiyalarni qo'llash bolalarning umidini saqlashga yordam beradi. Shuningdek, ta'limning o'z vaqtida berilishi bolalarga o'z maqsadlarida erishishga yordam beradi. Uzoq muddatli davolanishda bolalarning ta'limi nafaqat bilim berish, balki ularning ruhiy salomatligini kuchaytirish va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda ham muhimdir. Ta'lim orqali bolalar o'ziga ishonchini oshirib, muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni berish imkonini yaratadi. Ta'lim bolalarga stressni boshqarish, o'z fikrlarini ifoda etish va boshqalar bilan muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi. Bu esa bolalarning o'zaro munosabatlarini yaxshilaydi va ularni ijtimoiy jihatdan barqarorroq qiladi. Ta'lim va davolanishni birlashtirishning afzalliklari. Ta'lim va davolanishning sinergiyasi. Ta'lim va davolanish o'rtasida sinergiya bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim jarayoni bolalarning hissiy va intellektual rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Ularni davolanish jarayonida faol ishtirok etishga undaydi. Bolalarning motivatsiyasini oshirish. Ta'lim bolalarning motivatsiyasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ular o'zlarini o'qitish jarayonlari orqali rivojlantiradilar. Ta'limning uzoq muddatli davolanishdagi muvaffaqiyatlari. Muvaffaqiyatli ta'lim dasturlari bolalarga mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ular innovatsion yondashuvlar bilan birga ularning shaxsiy ehtiyojlariga mos keladigan individual o'quv rejalarini taqdim etadilar. Bolalarning akademik yutuqlarini uzoq muddatli davolanish jarayonida muhim ahamiyatga ega. O'z-o'zini ta'lim olish ularning motivatsiyasini oshiradi va o'ziga bo'lgan ishonchni kuchaytiradi. Ta'limning ijobiy natijalari bolalar rivojlanishida uzoq muddatli ta'sir ko'rsatadi. Bu nafaqat akademik muvaffaqiyatlar, balki ijtimoiy va emotsional rivojlanishni ham o'z ichiga oladi. Bolalarning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar. Bolalarning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar ko'p qirrali va murakkab. Tibbiyot muassasalarida olib borilayotgan ta'lim bolalarning psixologik va jismoniy holatiga ta'sir qiladi. Bu jarayonda oilaviy muhit, ijtimoiy aloqalar va shifokorlar bilan o'qituvchilarning qo'llab-quvvatlashi muhim hisoblanadi. Tibbiyot muassasalarida ta'lim bolalarning rivojlanishini rag'batlantirish va psixologik yordam ko'rsatish orqali amalga oshiriladi. Tarbiyaviy omillar, masalan, bolalarning o'zaro aloqaga qobiliyati va katta ahamiyatga ega. Shuning uchun bu omillarni aniqlash va ta'lim dasturlarini ishlab chiqish zarur. Tibbiyot muassasalarida ta'limning tarbiyaviy roli. Bolalarning psixologik rivojlanishi. Psixologik rivojlanishning asosiy omillari. Bolalarning psixologik rivojlanishi ularning sog'lig'i va ijtimoiy aloqalarini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Ular o'z his-tuyg'ularini qanday boshqarishni o'rganadilar. Bu esa kelajakda o'z-o'zini anglashlarida va ijtimoiy munosabatlarida muhim rol o'ynaydi. Tibbiyot muassasalarida psixologik qo'llab-quvvatlash. Tibbiyot muassasalarida bolalarga psixologik qo'llab-quvvatlash taqdim etiladi. Bu yordam bolalar uchun stressni kamaytirishga, xavotirlarni bartaraf etishga, hissiy holatlarni yaxshilashga yordam beradi. Bolalarga o'ziga ishonchini oshirish. O'zida ishonchni oshirish uchun bolalarda muvaffaqiyatli tajribalar berish, ijtimoiy fikrlarini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratish muhimdir. Bu usullar bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini kuchaytiradi.
Tibbiyot va ta'lim integratsiyasi. Integratsiya tibbiyot va ta'lim sohalarini birlashtirib, bolalarning sog'lig'i va ta'lim olish jarayonini yaxshilashga qaratilgan. Bu jarayon bolalarning sog'lig'i va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ta'lim olishni ta'minlaydi va ularning kelajagi uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni rivojlantiradi. Shuningdek, integratsiya bolalarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga ham yordam beradi. Bolalarning kelajagi uchun ta'lim. Uzoq muddatli davolanishda ta'limning o'rni. Ta'lim bolalarga nafaqat bilim beradi, balki ularning psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga yordam beradi. Ta'limning bolalarga ta'siri. Bolalar ta'lim orqali muammolarni hal qilish va jamoaga moslashuv ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Kelajak uchun tayyorgarlik. Ta'lim davolanishi jarayonini yengillashtiradi va bolalarning o'z-o'zini anglashda yordam beradi. Integratsiyaning ijtimoiy omillari. Ijtimoiy rivojlanish va ta'lim o'rtasidagi mustahkam bog'lanish bolalarning to'g'ri tarbiyalanishida muhim ahamiyatga ega. Tibbiyot muassasalarida ijtimoiy omillar, masalan, oila muhitida ko'nikmalarni rivojlantirish, bolalar bilan ijtimoiy muloqot o'rnatish va ularning psixologik holatini yaxshilashni ta'minlaydi. Bu ijtimoiy ko'nikmalar bolalarning ta'lim jarayoniga qo'shgan hissasini oshiradi. Xulosa qilib aytganda, uzoq muddatli davolanishda ta'lim bolalarni ruhiy va jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim bolalarga ijtimoiy integratsiya imkoniyatlarini yaratadi va yangi ko'nikmalarni o'rganishga yordam beradi. Ta'lim va davolanish jarayonlari o'rtasidagi sinergiya bolalarning motivatsiyasini oshiradi va ijtimoiy natijalarga olib keladi. Muvaffaqiyatli ta'lim dasturlari bolalarning akademik yutuqlar olishida va uzoq muddatli natijalarga erishishida ham yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.